Xo'p, aka chiqing, sizni tortamiz. Endi bizda shunaqa narsada ta'sirlayaptimi? Ha. Tog'a, o'tirmang, ichicha yonboshlab oling, ichicha, ana ozgina yonboshlab olamiz. Qaysi tavukka boring, qaysi doktorga boring, hammasi tuzalama deydi, qo'ldan kelmasa ham. To'g'ri. Sarlab ko'rib boraman deydi. Hozir shunaqa qoldi. Stomatologga borsangiz diskrijiya bilan meni kasalim deb o'ryapti. Meni kasalimsan deb o'ryapti. Ahamiyat bering. Bizni bemorlar ichida faqat hammasi umurtqa pog'ona kasalligida. Men aytdim, u yerda oshqozon, o'pka, jigar yo'q, faqat umurtqa pog'ona kasalligi bizda deb. Xo'p, assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirasiz aka? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Biz Toshkent shahar yuqori chiqdan kelganmiz. Xo'p, Grija bo'yicha. umurtqa pog'onangizda grija bor, bel sohangizda. Xo'p, asoratlari, belgilari qanday bo'ldi? Asorati mana shu yonboshga 10 tomonga bergan. Hozir mana Xudoga shukr 4-kun. Ancha nimasi bor. Yaxshi, endi yana Yaxshi tomonga ketadi. umurtqani cho'zish bilan shug'ullanamiz biz, og'riq qoldirish bilan emas. Sizda o'sha buksezda ishqalanish paydo bo'lyapti-yu. Etap-etap chiqib ketamiz bu kasallikda. Bitta etapda qiyin. Mana 3 etap keldi. Ko'ryapsizmi? Bu nima? Ana shuning uchun aka, yoshlarda yaxshi o'zgarish bo'ladi, yosh kattalarda sal sekinroq bo'ladi. Har etapda 20% dan jilish bo'lsa ham katta gap. Ha, shunisiga ham shukur qilamiz. 20% dan jilish bo'lsa ham katta gap. Xo'p. Yana necha yoshdasiz siz? 54 keldim men. 54 yoshdasiz. Yaxshi, umurtqangizni tortamiz. Zo'r bo'ldi. Qarang, sizda yaxshi ovoz chiqyapti, mana shu holatda. Sizni ko'tarish kerak emas. Semiz bo'lsa yaxshi ovoz chiqyapti. Tog'da unaqa bo'lmadi. Yana bitta. Yaxshi. Tega qarab yotamiz, tega. Qo'limizni beramiz. Xo'p. Boshlaymiz, xo'p. Yuzga tortib. Razmika. Valloh, qimillamadi. Borda rasa? Buksezgacha borda? Gapirmay. Qimillamadi. Bo'sh qo'yib berdi-da, yaxshi bo'ldi. Xo'p. Lotinchada sog'lom umurtqa deb yozsanglar, Telegram kanalim bor. Telegram kanalim bor, sog'lom umurtqa deb yozsanglar, Yonboshga yo'laymi? Luboy holatga yotaring. Bugungi videomizni to'liq versiyasini tashab qo'yaman. Mashqlar bor ichida. Ko'rib bajaraverasizlar. Sog'lom umurtqa deb yozasizlar. Adres qayerda edi? Andijon viloyati Xo'jobod tumani. Bo'lmasa joyingizga chiqib o'tib olasizmi unda? Ha, mayli. Sekin o'tirmang demoqchiman o'tishga. Abi 15 minut qoldi. O'tkazib oling. Kim savolingiz bormi sizga? Nimasini deb olasiz? Ashada hammalarga. Ha, tugatib olay efirda bo'lmasa-mi unda? 2 oylarga keyin berdi. Xo'p. Sekin chiqib yotaring. Yaxshi. Xo'p. Endi bel soha uchun yana bitta mashq ko'rsatamiz, keyin efir tugatamiz. Keyin sizdan ko'rsatamiz. Shu umurtqa sog'lig'ini ko'p yurish kerak emas. Umurtqa ochganda. Misol, men yurish haqida qoralamayman, yurish foyda. Qon yaxshi aylanadi. Aka, uzun cho'zilib pastga qarab yoting. Boshingizni to'g'riga qilavering. Men sizga qarab kamerani to'g'rilab olaman. Yana bel soha uchun bajaradigan mashq ko'rsataman. Bel sohada grija kasalligida bajaradigan mashq. Pastga qarab yotasiz aka. Men bemorimizni ko'rsatib beraman. Sal kamerani orqaroq qilamiz ekan. Xo'p, uy sharoitida umurtqa pog'onasi, ya'ni disk grija kasalligida bajaruvchi, davolovchi mashqlardan yengilini